eng zo'r targ'ib mana shu sportga bo'layotgan targ'ibot, ishoninglar. Shunaqa jon kuydiryapti, shu trenerlarga misol bitta siz zalga keldingiz, kelmadingiz, katta plus minus yo'q, rizqini yozganini Allohning teraveradi masalan, siz kelsangiz ham, kelmasangiz ham. Lekin shunchalik jon kuydirib roliklar qilyapti, gapiryapti, motivatsionniy videolar hammasi shu sizlar mana shu zalga chiqmayotgan odamlar zalga chiqishni boshlash uchun qilyapti-da. Men sizlarga uverenностью ayta olaman. Ishonch bilan mana shu ko'rayotgan reelslaringlar, reklamalaringlar, targ'ibotlar ichida sizlar uchun eng foydalisi haqiqatda sport bo'ladi, bolalar. Ishoninglar gapimga. Prosta chiqinglar, rostdan ham boshlanglar. Qolgan bir xil bo'lar bo'lmas narsalarni ko'radi-da ko'pchilik. Qarasangiz prosmotri millionta, uncha muncha. O'sha yengil dopamindan, mana shu proteinni olsam bunaqa bo'laman, yo mana shu kreatinni ichsam bunaqa. O'sha narsaga odamlar uchyapti-da. Nafsga oson narsalarga juda katta prosmotr, juda ko'p odamlar shunga uryapti o'zini. Lekin ishoninglar, sizlar uchun eng manfaatlisi fizический planda ham, moralniy planda ham, aqlan ham, jismonan ham bu sport bolalar. Mayli crossfit bo'lmasin, boksga chiqing, lегкая atletikaga boring, barbaga, dzyudo, taekwondo, karate, вообще неважно, плавание. Но chiqing zalga.